Xo'sh, Mert. U yoq bu yoqdan surishtirdingmi? Nimani bilding? Yo'q, Cengiz aka. Avval sizdan bir so'ray dedim. Qara. Aqlli bola, juda to'g'ri qilgansan. O'lgan qo'riqchi xodim bor-ku aka. O'sha odamning ikkita bolasi bor ekan. Ha, to'g'ri. Ha, gazetada o'qigandim. Onasi kattasini boqolmagan. Bolalar uyiga berishgan. Ismi Eren. Bugun u bilan gaplashgani boraman. Bo'pti, boramiz. Seni yolg'iz tashlab qo'ymaymiz axir. Yo'q, endi katta bo'ldim. O'zim borib gaplashaman. Sen uchun emas, uka. O'zimiz uchun. Loaqal endi foydamiz tegsin. To'g'rimi, Ali? Ezel. Sen shoshma, Ezel. O'zim ortlaridan boraman. Agar nimadir bo'lsa, kallasini sapchadek uzib olaman. Bugun hammasi ustma-ust kelyapti. Yaxshiyam sen borsan, sherik. Eng ko'p qaysi fe'lingni yoqtiraman bilasanmi? Qaysi? Do'stlarni aro yo'lda tashlab qo'ymaysan. Qani yur. Jim turma jiyan. Jim tursang, oson o'lja bo'lasan. Jim tursang, o'zing boshlagan ishlar o'zingga ziyon yetkazadi. Xanjardek yuragingga sanchiladi. Unutma jiyan, yolg'iz emassan. Yolg'iz qolsang, afsuski o'zing jallod bo'lasan xolos. Mavrid emas jiyan, ularga aldanma. Seni qaysi isming bilan chaqirishsa, chaqirishsin. Shu yerda. Bo'pti, sen kiraver, men ham hozir boraman. Xo'p aka. Qandaydir ko'ngilsizlik bo'ldimi? Ha. Juda katta ko'ngilsizlik bu. Bojingiz bir marta bo'lsa ham. Jengizga qo'ng'iroq qil. Go'shakni olmaguncha qilaver. Olishi bilan meni top. Eren, sendan bir ikkita narsani so'raymiz. Agar javob berging kelmasa, hech ham ahamiyati yo'q. Xo'pmi? Necha yoshdan beri bu yerdasan? Yaxshi. Xo'sh, bu yerda hayoting qanday o'tyapti? Bizga aytib berasanmi? Katta bo'lganda kim bo'lishni orzu qilasan? Lekin buni ishora bilan aytma, maylimi? Nega kelgan bo'lsangiz shuni so'rang. Quloq sol. Biz aslida seni bezovta qilishni xohlamasdik. Yosh bola deb so'ramayapsizmi? Unaqa emasmi? Qanaqa yosh bola? O'ylab ko'rsak, bu dunyoda eng tez ulg'ayadigan odamman. 2 yoshimdayoq erkak bo'ldim. Sizdan ancha dadilroqman. Garov o'ynaysizmi? Mana bu yerga yozib qo'yibsiz.
Qani so'rang. Dadamga nima bo'lganini bilamanmi? Bilaman. Dadamni otib ketishdi. Yo'q, bunday bo'lmaydi. Erkakka o'xshab so'rang. Men sizga yosh bola emasman. So'rang. Qanday bo'lganini bilamanmi? Bilaman. Orqadan bitta pastkash keladi. Qani ketdik, Mert. Bum! Bitta o'q uzadi. Qorin bo'shlig'iga tegadi. Dadam yiqiladi. Keyin bo'lsa shunday yoniga keladi. Sizningcha dadam nimadir deganmi? Deganmi? Men bilmayman. Bormi? Shu zahoti jon beradi. So'rasangiz-chi, muxbir? Daftaringga yozib qo'yibsan. Dadamni otgan odamga nima bo'lganini bilamanmi? Bilaman. Qamoqqa tiqishdi. Shunga o'xshash joy. Bundan battar bo'lsin ish qilib. O'sha yerda o'lib ketdi. 2005-yil 25-sentyabr. Siz uyingizda oyingiz, dadangiz bilan bayramni nishonlayapsiz. Men bu yerda har yili o'sha kunni nishonlayman. Qanday nishonlayman, so'rang. Bu yerdan qochib ko'chaga chiqaman. Keyin xayolimda tasavvur qilaman. O'sha nusxa yashasa, o'lmasa nima qilaman? Bolasi bo'lsa nima qilaman? Ukasi bo'lsa nima qilaman? So'rang, muxbir, so'rang. Siz kim ekanligingizni bilamanmi? Bilaman. 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 Mert. Mert. Ishonmayman Ali aka. Meni akam hech kimni boshiga qurol tirab otib tashlamaydi. Uni siz bolaligidan beri bilasiz, to'g'rimi aka? Ishonmayman Ali aka, Alloh qahriga uchrashsin. Bolani ko'rdingizmi aka? O'sha bolani ko'rdingizmi? Meni akam o'sha bolani yetim qoldirmasdi Ali aka. Ali aka, o'zingiz ayting. Akam shunday qilganiga siz ishonasizmi? Qo'y, bu ishlarni yig'ishtiramiz, Mert. Faqat ko'nglini og'ritadi. Men ishonmayman aka. Bu yerda boshqa gap bor. Lekin men ham buni tagiga yetmaguncha qo'ymayman. Men bilan yur, shu yoqda gaplashamiz. Kamil, nima bo'ldi? Nega qo'ng'iroq qilmadingiz? Kuzatyapman Azar. Nimadir bo'ldimi? Vaziyat qaltismi? Yo'q, vaziyat qaltis emas. Kamil, eng kichik shubhadayoq reja haqida unutasiz. Tushunarlimi? Nima qilishingizni tushundingizmi? Tushundim, xavotir olma. Xo'p, mayli. Og'ayni, shu ishlarni qo'y endi, yetar. Tashqaridagi hayot tugadi. Tugadi. Bu yerdagi hayot boshlanyapti endi. Yur. Meni bilasan. Cho'pchak aytib o'tirmayman. Jengizga o'xshab yoqangdan kirib yengingdan chiqmayman. Nima derdingiz Ali aka? O'sha diktofoningni otib yubor. Bu ishingni oqibati yaxshi emas. Hech kimga ravo ko'rmayman. Uka, aqlingni yig'. Men uchun o'z ukamdek eding. Boshingga tashvish tushishini xohlamayman. Boshimga qanday tashvish tushadi? Uka, sen bu olamni bilmaysan. Talonchilar, qotillar. Meni akam qotil emas. U bo'lmasa, demak boshqa kimdir bor. O'sha boshqasi esa maqolang haqida eshitib, quvonchidan raqsga tushmaydi. Sizningcha kimdir bormi aka? Mert, odamni jinni qilma. Pullar deyapsan. Pul hech qayerda yo'q. Juda katta pul yo'qolgan. Odamni ko'chani o'rtasida otib ketishadi. Bu ishni hazili yo'q. Nimanidir bilasizmi Ali aka? Ey, men nimani bilishim mumkin? Seni himoya qilishga urinyapmiz xolos. Omer noto'g'ri yo'ldan ketdi, senga hech narsa bo'lmasin deyapman. Menga hech narsa bo'lmaydi, xavotir olmang. Mert, bu ishlarni yig'ishtiramiz. Ha? Quloq sol, seni go'dakligingdan bilaman. O'sha paytlarimni bilasiz. Lekin keyin yo'q edingiz. Keyinini bilmaysiz. Men katta bo'ldim aka. Boshqa maqola yoz. Shu maqoladan voz kech. Yo'limdan qoching Ali aka. O'zing bilasan.
Men seni o'ylab aytgandim.